Burun ochildimi? Birinchi marta bunaqa nafas olishim. Oldin olmaganmisan bunaqa? Kimda shunday muammolar bo'lsa, Xurshid akaga kelishingizni tavsiya qilaman. Navbatdagi bemorimiz, demak, bularda bir hafta oldin 3-daraja adenoid va chaqaloqlar gipertrofiyasi bilan adenotomiya va vazotomiya jarrohlik amaliyotini o'tkazganmiz. Mana splintdan oldirishga ketdilar, splintlarni olib tashladik. Ko'rishingiz mumkin, mana chaqaloqlar korreksiya qilingan, tomoqlarigacha ochiq turibdi. Bemorimizda endi xudo xolasa burundan erkin nafas olish bo'ladi va bu haligi burun bitish muammolari bezovta qilmaydi. Burun ochildimi? Birinchi marta bunaqa nafas olishim. Oldin olmaganmisan bunaqa? Operatsiyadan oldin og'zim ochiq uxlardim. Yaxshi nafas olmasdim. Hozir yaxshi nafas olaman. Og'zim ochiq uxlamayman. Oldin o'g'lim yaxshi nafas olmasdi. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Operatsiyadan keyin mana bir hafta bo'ldi. Rosa zo'r hammasi. Barakat toping. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Kimda shunday muammolar bo'lsa, Xurshid akaga kelishingizni tavsiya qilaman. Qo'rqmasdan kelaveringlar. Mana biz ko'rdik. Xudoga shukr, hammasi zo'r, yaxshi. Barakat toping.